سرک عمومی بیب آینه مربوط ناحیه هفتم شهر میمنه در پی رسوبات ناشی از سیلاب‌های اخیر در بخش‌های از این مسیر با مشکلات در رفت آمد شهروندان مواجه شده بود، از سوی شهروالی این شهر پاککاری گردید و اکنون رفت آمد به گونه عادی جریان دارد. به گفته سخی مراد قاسمی مدیر تنظیف شهروالی میمنه، این اقدام به هدف تسهیل رفت آمد شهروندان، کاهش مشکلات باشندگان محل و بهبود وضعیت مسیر انجام شده است و افزود که تیم‌های تنظیف شهروالی با تلاش‌های دوامدار توانستند رسوبات و موانع باقی مانده را از سطح سرک قیر بردارند و زمینه رفت آمد مسئول و راحت را برای مردم فراهم سازند. و همچنان تاکید کرد که حفظ پاکیزگی شهر، رفع موانع از سرک‌ها و رسیدگی به مشکلات شهری از مسئولیت‌های اساسی شهروالی می باشد و این روند در سایر نقاط شهر نیز به گونه دوامدار ادامه خواهد یافت. necha vaqt oldin suv kelib edi, saraklarni mahvatalaga oluda qilib edi, loyiqa va selob sarozir bo'lib edi, shular tajam bo'lib edi. Timi müdüriyet tanzif loyiqalarni bir yerga yig'ib edi. Hozir alhamdulillah timi vasoitimiz banomil o'dirdi ki jamoavali bo'ladi, soy muayyanga intiqol beradi. Bu mantiqa nohiy haftumga, sarak bimiyonaga arziy xizmat müdüriyet tanzif shorvali tabiat diga har mamlakatga bor, har viloyatga bor. O'sha zamoni ki suv kelib edi, saraklarni ihota qilib edi. O'sha vaqtlar kum narm edi, sho'la edi-ku, bo'lmaydi, intiqol berishlik nomumkin edi. Binobar vaqti zamon tayin bo'ldi, bir 20 kun yo 1 oy bo'ldi. Mana shuni alhamdulillah qattiq g'ola bo'libdi, buni intiqoliga musoid bo'libdi. Shuni intiqol beradi sohat muayyanga. در این حال شمار از باشندگان محل از این اقدام استقبال کردند. محیب الله امیری و خیر محمد گفتند که در روزهای گذشته بعد دلیل باقی ماندن رسوبات ناشی از سیلاب‌های اخیر رفت و آمد آبران و وسایط با دشواری‌ها همراه بود. آنان از مسئولان شهروالی خواستند که تا به صورت دوامدار به وضعیت سرک‌ها توجه نموده و بیش از بروز مشکلات اقدامات پیشگیرانه روی دست گیرند. Bizlar mana shu kun sarakdan o'tib mana tanzif shahar kebakala shorvol tarafidan shu selovga loyiqalar tushmagan, shu saraklar band edi. Bexi saraklarning vaziyati xarob edi. Shorvol soyitdan tashakkur qilamiz. Mana bunda saraklarni poksozi qilyaptilar. Bozam digar joylarga ham shunday bir tavajjuhlarini tilaymiz. Mardumga shorvol soyibga hamkor bo'lmasa, umid fok bo'lmaydi fas. Har kimiki shu yerga zindaglik qiladi. Tanho shorvol soyib vazifasi emas, bu vazifa. Biz sizda ham vazifamizda. Hammamiz vazifamiz. Bayat bir narsaki yeymiz shunday sarakat taylamasak. Shuni bir joy kasofatdon va ishg'oldoni borda va o'sha joy munosibga eltib bayat shuni taylasak. Bizlar mana shu kun sarakdan o'tib mana tanzif shahar kebakala shorvol tarafidan shu selovga loyiqalar tushmagan, shu saraklar band edi. Bexi saraklarning vaziyati xarob edi. Shorvol soyitdan tashakkur qilamiz. Mana bunda saraklarni poksozi qilyaptilar. Bozam digar joylarga ham shunday bir tavajjuhlarini tilaymiz. Mardumga shorvol soyibga hamkor bo'lmasa, umid fok bo'lmaydi fas. Har kimiki shu yerga zindaglik qiladi. Tanho shorvol soyib vazifasi emas, bu vazifa. Biz sizda ham vazifamizda. Hammamiz vazifamiz. Bayat bir narsaki yeymiz shunday sarakat taylamasak. Shuni bir joy kasofatdon va ishg'oldoni borda va o'sha joy munosibga eltib bayat shuni taylasak. Bizlar ko'pdan ko'p tashakkur qilamiz. Qo'ston shorvol sohibdan va personalidan ro'zaki shu yerga sel loyiqa taylab edi. Kelib shuni ham yig'dilar. Bu ro'z ham bizda mana shu raqam bir mushkulotga edik. Alhamdulillah personallar kelibdi. Mana shuni yig'ib, mo'talarga ortib, olib ketibdilar. Xo'shallik qilamiz. Bizlarning har qaysimizni vazifamizdir ki bu shorvolga hamkorlik qilsak, ham davlatga hamkorligimiz bo'lsa. Bir niyol qancha zahmatga masalan samarga eshitadi. Mana shunga har qaysimiz qila olsak, bir hatto shuni tibiga tayyorlasak, har qaysimizni vazifamiz. O'z shaharni o'zi tamiz qilsin. Har kim o'zi tamiz qilsa, xo'p, muncha shorvoli ham azob kelmasdi, ham bizlar o'zimiz ham rohatmiz.
قابل یادآوری است که شهروالی میمنه در کنار پاککاری سرک‌ها این روزها کارهای گسترده ای را به هدف زیبایی شهر نیز روی دست گرفته است که از جمله آن میتوان به نصب چراغ‌های شبانه جهت تأمین روشنایی و بهبود سیمای شهر اشاره کرد.